Mijozlarimiz tomonidan Arka mebel markazimizga ko'plab o'xshash savollarni tez-tez berib turishadi. Hozir ushbu savollarning top 4 tayligiga javob beramiz. Birinchi savol: sizlarda asosan qanaqa mebellar bor va hamma narsani topsa bo'ladimi? Bizning Arka mebel markazimizda oshxona, mehmonxona, yotoqxona, xullas umumiy uy va ofisingiz uchun ham juda ham ko'plab mebel assortimentlarini topsangiz bo'ladi. E'tibor bering, ortiqcha ovoragarchiliksiz hammasi bir joyda. Ikkinchi ko'p so'raladigan savol: sizlarda o'zi qaysi brendlar bor? Bizning mebel markazimiz O'zbekistondagi eng katta mebel savdo markazi hisoblanadi va shu sababdan bizda 80 dan ortiq ham yurtimizda ham chet eldagi yetakchi mebel brendlari mavjud. Ham chet elniki, ham o'zimizniki. Uchinchi savol: sizlarda mebellar sifatlimi? Qanaqadir kafolat beriladimi? Arka mebel markazimizdagi deyarli barcha brendlar o'z mahsulotlarini ma'lum muddatgacha kafolatni rasmiy ravishda mijozlarga taqdim qilishadi. Demak, bizdan ko'p so'raladigan 4-savol: sizlarda narx qimmat emasmi? Mebel qaysi budjetga mosroq? Javobimiz esa shunday: mebel markazimizda assortiment va brendlarning ko'pligi munosabati bilan bizda 1 million so'mga ham 100 million so'mga ham mebel topishingiz mumkin. Ya'ni qancha budjet rejalashtirilgan bo'lsangiz ham Arka mebel markazida ishingizni bitira olasiz. Agar sizda ham qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring yoki Arka mebel markazimizga kelib o'zingiz ko'ring.